Xayrli kun qizlarjonlar. Baqlajon salat tayyorlab ko'rsataman. Bu salatim yonida boshqa salatlar dam oladi. Qani, boshladik. Baqlajonlarimizni videoda ko'rsatilgandek to'g'rab olamiz. Men 3 ta baqlajondan foydalandim. To'g'rab olganimizdan so'ng ustidan tuzlarini solib, 15 minutga suv solib qo'yamiz. Yaxshi eriydigan sirimizni qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Sirlarimiz tayyor bo'lgandan so'ng pomidorimizni to'g'rashga o'tamiz. Men 3 dona pomidordan foydalandim. 3 ta baqlajonga 3 ta pomidor ishlatdim. Pomidorimiz ham tayyor. Listimizni ustiga pergament qog'ozlarimizni to'shab olamiz. Ustidan suvdan olingan quritilgan baqlajonlarimizni terib chiqamiz. Ustidan qirg'ichdan chiqarilgan sirlarni qo'yib, duxovkamizda sirlari erib, qizarib pishgunicha jo'natamiz. Baqlajonlarimiz pishib chiqqunicha mayonezimizga chesnok, priprava, tuz solib aralashtirib qo'yamiz. Xohishingizga ko'ra mayonezimizga zelin to'g'rab aralashtirib yuborsangiz ham bo'ladi. Baqlajonlarimizni sirlari erib, yuzlari qip-qizil bo'lib pishib chiqdi. Listimizni ustiga yana bitta pergament qog'ozni yopib, chappa qilamiz. Shunda sirli tarafi tagida qoladi. Mayonezlarimizni ichiga surtib, pomidorlarimizni terib chiqamiz va rulet shaklida o'rab olamiz. Ruletimizni kesib, likopchalarga chiroyli qilib joylashtirib chiqamiz. Salatim tayyor, yoqimli ishtaha. Buni sochniligini ko'ryapsizmi? Bir marta qilib ko'rishingizga albatta arziydi.